Qo'shnim implant qo'ydirib nima qilasiz? Undan ko'ra ko'priksimon protez qo'ydirganingiz yaxshi degandilar. Xo'p, hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling, bu sizni tabiiy tishlaringiz. Bitta tishingizni yo'qotdingiz deylik. Agar ko'priksimon protez qildirmoqchi bo'lsangiz, yonidagi qo'shni tabiiy tishlaringiz ham quyidagi holatda chaqlatishingizga to'g'ri keladi. Natijada yonidagi ikkita qo'shni tabiiy tishingiz zaiflashadi, nerv olinadi. Siz buni xohlaysizmi? Yo'q, albatta. Ko'priksimon protez qo'ydirdingiz ham deylik. Bularning orasiga vaqt o'tgan sari suyagingiz bilan mirkiz qo'shib ovqat to'planish boshlaydi va natijada og'iz hidlanadi. Bunga nima deysiz? Lekin men tishlarimni doim tozalab yuraman. Ko'priksimon protezdagi to'plangan ovqatni siz yaxshi tozalamaysiz. Shuni hisobiga qo'shni tishlar ham chirishni boshlaydi. Buni hisobiga tabiiy tishlaringizdan ikkitasini yana yo'qotasiz. Buni o'rniga implant qo'ydirsamchi? Agar implant qildiraman desangiz, qo'shni tishlar saqlanmaydi va yo'qotilgan tishning o'rniga bittagina implant o'zi qilinadi. 2-3 oydan so'ng esa koronkasi qilinadi. Agar gigiyenangiz yaxshi bo'lsa, umringiz oxirigacha xizmat qiladi. Unda qachon implant qo'ydirishga yozilsam bo'ladi? Shunda ko'priksimon protez qildirmaysizmi? Yo'q, implant sentri bor-ku.